Bu ishi ortida sizni 3,5 million dollarlik xonadon kutib turibdi. Ko'rishga tayyormisiz? Qani ketdi. To'xtang. Niyat qilgan bo'lsangiz, yurakchani qizartirib tashlang. Sizga ham yaqin oralida shunaqa xonadon nasib qilsin. Qani ketdi. Yo, mashalloh, ichkaridagi atmosferaga bitta baho bering. Gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizda naturalniy toshli ishlatilgan ekan. Mana bu nastenniy vodopodlarga bitta baho bering. Bunaqasini har bir xonadonda ham ko'rurmisiz? Zeleniy zonalarni qarang, chet el daraxtlarini ekib qo'yishgan. Xonadonimiz fasad qismiga bitta baho bering. Ana endi sizlarni xonadon ichi bilan tanishtirib chiqaman. Qani ketdi. Letniy kuxnyadan boshlaymiz. Mana bu manzarani qarang. Letniy kuxnya, mana bu devorlari naturalniy toshdan qilingan. Bu yoqda ostrovoklar, kuxonniy zona, oila bilan o'tirish uchun sharoitlar qilingan. Mana bu kaminni qarang. Qaysi xonadonda shunaqa kamin ko'rgansiz? Xonadon ichiga bu yoqdan ham kirsa bo'ladi, biz u yoqdan kiramiz. Xonadon ichida sizlarni san'at asari kutyapti. Ketdi. Bu videoni kimga shunaqa xonadon tilasangiz, o'sha insonga yuborib qo'ying. Ichkariga marhamat. Gap bo'lishi mumkin emas. Yangi hali hech kim yashamagan, qilingan mehnatga bitta baho bering. Bu xonadonni qurgan ustalarimizning qo'li dard ko'rmasin. Mana bu xo'l qismini qarang, keng katta patologlarni qarang balandligini. Devorlarda 12 toshli, bu yerda mягкий угол, televizorlar osib qo'yishgan. Mana bu listralarni qarang. Qani ketdi. Sizlarga xonadonimizning spa zonasini ko'rsataman. Tayyormisizlar? Bu yerda kuxonniy zona. Bu xonadonimiz srochniy narxlarda sotilyapti. Bu yerda garaj joylashgan, ikkita mashina uchun. Ketdi. Bu yerda Ahrinaning xonasi. Mana bu zinalarni qarang. Vaqtimiz kam, sal shoshib yuramiz. Relax zonaga bitta baho beringlar. Bu yerda jacuzzi, bu yerda massajxona, sauna, mana buni qarang. Qor, xonadon ichida qor ko'rganmisiz? Saunadan chiqib gap bo'lishi mumkin emas. Bu xonadonimizni srochniy narxlarda sotilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling. Biz esa YouTube uchun davom ettiramiz. Ketdi. Mana bu shkoplarni qarang, skritiy shkoplar qilingan. Gap yo'q. Eksklyuzivniy xonadon, bunaqasini aniq ko'rmagansiz. Mana bu zinalar naturalniy tosh. Bu yerda bitta prachka. Panoramniy oynalar. Xonadon ichini ketdi masalaga родительский xonalarni ko'rsataman. Aniq sevib qolasiz. Qarang, shunaqa xonadon kimdir ko'rganmidi? Men o'zim birinchi marta ko'rishim, to'g'risi. Bu yoqda qarang. Qilingan reshinan pastga tushasiz, prachka. O'tni ko'rsatib o'tirmaymiz. Ketdi, davom etamiz. Bu zinalar orqali ikkinchi qavatga ham ko'tarilamiz hali. Bu yerda birinchi qavatdagi umumiy sanuzel ko'rishingiz mumkin. Remonti avtorskiy proyekt, har bir kvadratni o'ylab qilingan bu xonadonni. Ketdi. Bu yerda yana bitta prachka birinchi qavat uchun. Bu yerda esa родительский spalniy yuring. Mana bu garderobnilarni qarang. Gap bo'lishi mumkin emas. Ketdi. Родительский spalniy, kravatlar o'rnatib qo'yishgan, televizorlar, remontlarini qarang. Bu yerda dushavaya kabinka ko'rishingiz mumkin. Uyga mehr ayalmagan, har bir kvadratni o'ylab qilingan. Bu yerda esa yana bitta garderobni. Endi buni xonadon turadigan insonni kiyim kechagi juda ham ko'p bo'ladi deb o'ylayman. Qani ketdi. Ikkinchi qavatni ko'rishga tayyormisizlar?
Bu yerda ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, zinalari tosh, naturalniy tosh. Oynali perillalar, mana bu dekorlarni qarang. Gap yo'q. Xonadon o'zimga juda ham yoqdi. 8 sotuvga tushgan, 680 kvadrat metr, Mirzo Ulug'bek Nikitinada joylashgan. Mana bu ikkinchi qavatni qarang. Tepalarda chiller sistemalar turibdi, ko'rdinglarmi? Bu spalnyamizning sanuzel qismi. Bu yerda esa spalnya. O'zini balkon qismiga ega. Gap yo'q. Juda ham zo'ra, noodatiy xonadon. Qani ketdi? Mana bu lyustralarga bitta ahamiyat bering. Buni yuvish uchun qanaqa nima bo'lar ekan? Juda qiziq bo'ldi o'zimga. Bilganlar kommentariyada yozib ketinglar. Bu yerda yana bitta spalnya. O'zini balkon qismiga ega va sanuzel bilan. Sanuzelda ham qarang. Tosh. Bu xonadonda juda ham ko'p tosh ishlatilgan ekan. Bu yoqda shkaflar. Gap yo'q. Bu yerda ikkinchi qavat uchun kichkinagina prachka. Davom etamiz. Mana bu xonaga bitta baho beringlar. Keng katta родительский spalnya. Bitta ikki xonali xonadonga o'xshaydi. Bu yoqda gostivoy zal, spalnya, studiya formatda. Bu yerda garderobi. Bu yoqda esa общий sanuzel. Zo'ra. Inshaalloh har birimizga shunaqa xonadonlar nasib qilsin. Bu videoni saqlanib qilib qo'ying. Xonadon qurayotganingizda aniq kerak bo'ladi proyektda. Kimga shunaqa xonadon tilasangiz, bu videoni yuborib qo'ying. Bu xonadonning terrasa qismi to'liq описание bilan video tagida qoldiramiz nomerlarni. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Estate jamoasiga murojaat qiling. Kim uyini sotmoqchi yoki uy olmoqchi bo'lsa, bizga murojaat qiling.